Tanovul face'ni hammasi yaxshi. Miyada biznes o'ylamadim faxshni. Bu meni pochirkim o'xshaydi naqshga. Benjamin Keysti nima bor aqshda. Tanovul face'ni hammasi yaxshi. Bu Doston. O'rta oilani farzandi. Dostonning dadasi har kuni tergaydi. O'z aravangni o'zing tortishni o'rgan deb. Qalesan? Tirishgan bor. Aziz qani? Hozir yo'lda kelib qoldi. Xo'sh, nima chaqirding o'zi? Korоче, pul topish kerak. Pulni nima qilmoqchisan? Qiziga uni yotib bersa kerak-da. Ey, yo. 18 ga kirishding. Sanlar bilmadimi? Dadam meni bu kechda uydan haydab yuboradilar. Hop, variant bormi? Mo'yka. Voy, Davay. sanchi? Qo'l berdim deb o'ylar. U ana aqlli ham kelyapti. Qalasizlar bola? Bu esa Aziza, mahallaning eng o'qmishli qizlaridan. U shu yoshida o'zi tengqur bolalarga dars beradi. Bo'ladi. Aysinchi Temur, Yaxshi. Doston, gap bor deb chaqirganding, tinchlikmi? Xullas, biz Mo'ykada ishlamoqchimiz. Ha, quyosh qayerdan chiqdi? Doston tarafdan. Yaxshi fikr-ku, lekin qo'llaringdan kelarmikin? Yo, nima deyapsan? Mashina yuvishamish bo'ptimi? Korоче, ertaga shu mahal ko'rishamiz shu payt. Bo'laveradi? Bo'ldi. Ketdik unda.